Bo'ronqul hisob keling. Kam nimaga harakat yana? Aka, qayerda yuribsiz? G'ishtirish ishlarini ham boshlab yordik-ku. Assalomu alaykum hammaga. Talkovskiydagi obyektimizda xabaringlar bor. Ikkita egizak xonadon tushirilyapti. Bu podval перегородка jarayoni. Podvalda umumiy yopib olishimizga bizga 4 kun vaqt ketdi. Har bitta xonadonning podvaliga jami 4 mingtadan g'isht ketdi. Ustalarimiz baraka topishsin, ertalabdan kechgacha tinim bilmay ishlab yotishibdi. Fundamentimizning uzunligi aylanasi 51 metr. 51 metr fundament aylanamizga 60 kuba beton ketdi. G'ishtimizning balandligi 260 metr. 260 metr g'ishtimizdan keyin 40 rigel aylantirganmiz. Bundan maqsad uyimizning mustahkamligi uchun. Ko'rib turganingizdek, bizda plita yotqizish jarayoni, plitamizning razmeri 55 ga 12. Talkovskiydagi obyektimiz bu yerda hozir ko'rib turganingizdek plitalarni yotqizib bo'ldi. Plitamizni montaj ishlaridan keyin aviaska ishimiz. Aviaskamizning ichiga 12 lik armaturadan karkas to'qib oldik. Sababi plitamizning istigini mustahkamligi uchun.